Mening insofsiz nafsim. Abduri Muhammad Yusuf. Ey mening insofsiz nafsim, uyalsang bo'lmamdı. Rabbim sana bir kecha kunduzda 24 soat vaqtni berib, uni sening boshqarishingga tutqizdi. Bu 24 soatlik vaqt ichida uxlaysan, tirikchilik qilasan, ko'ngil ochsan, yeysan, ichsan, ish qilib xohlaganingni qilasan. Rabbim sana mushu 24 soat ichida 5 vaqt namoz o'qishni farz qildi. Bu 5 vaqt namoz sening ko'p vaqtingni olmaydi. Har bir namoz 10 minutdan vaqtingni olsa, aran 50 minut vaqtingni oladi. Qolgan 23 soat 10 minut vaqt yana sana qoladi. Ey mening insofsiz nafsim. Sening insofsizliging shu yerdiki, sen 24 soatlik vaqt ichidan Rabbing uchun ayirgan ashu 50 minut vaqtni Rabbingga to'liq bermaysan. O'zing namozda turganing bilan fikr xiyolingni dunyolikdan ozod qila olmaysan. Qabliga yuzlanib, Rabbingning huzurida turib, hayo qilmasdan dunyolikning xamchotlarini qilasan. 23 soat 10 minutlik azoda vaqt ichida o'ylamaganlaringni namozda turib o'ylaysan. Kimlarda elishing bor, kimlarga berishing bor, uydagi bolalarning ahvoli, bu hafta damlash kuni qilgan ishlaring, boradigan yerlaring va hokazolarni ashu bir qancha minutlik namoz ichida o'ylab bo'lasan. Hatto yetib ketgan narsalaringni namozda turib tepib olasan. Esingdan ko'tarilib ketgan ishlarni namozda turib esingga olasan. Ba'zida xajlagan pullaringning hisobini namozda turib qilasan. Bu nima degan insofsizlik? Ey mening insofsiz nafsim. Sen Rabbim uchun namoz o'qiyman deb namozga turganing bilan bu namozni sen mengini dam oldirish, jim turib o'ylash, sen o'ylashga vaqt chiqara olmagan ishlar ustida o'ylanish va dunyoning tirikchiligi haqida bosh qotirish uchun fursat qilib olding. Allah Taala'nın huzurda turib, Allah Taala'dan başqasını oylamaslik, barcha fikir xiyolni Allah Taala'ga beg'ishlash degan prinsiplarni sudek bilsangmi, amal qilmaysan. Namozda turib, dunyo halakchiligiga g'arq bo'lib ketganligingdan, imomning qaysi surini yoki qaysi oyatlarni o'qiganligingdan xabaring yo'q, namozdan salomni berib chiqsan. Bu qanday namoz bo'ldi? Ey mening insofsiz nafsim. Sen namozni Allah Taala ko'rsatgan va payg'ambar alayhissalom o'rgatgan bo'yicha o'qimaysan. Allah Taalaning namozdagi haqqini ado qilmaysan. Ahvol shundoq turuqliq, duoyim nimishqa ijobat bo'lmaydi? Nimishqa namozning ta'siri menda ko'rilmaydi? Nimishqa namoz meni gunohdan to'solmaydi? deb shikoyat qilasan. Ammo biror qatim bo'lsa-mu, o'zingni tekshirib ko'rmaysan. Allah Taala buyurgan 5 vaqt namozni masjidda jamoat bilan o'qiyman. Alhamdulillah deb o'zingga tamanno qo'ysan. Ammo imom boshqa dunyoda, sen boshqa dunyoda turib namozni tugitasan. Ey nafsim, sen biror vaqt namozni o'zingni ching tutib, esingni yig'ib, hushyor va sagak turib, butun vujudingni, aqlingni, fikringni, hissiyotingni Allah Taolaning o'ziga beg'ishlab turib, bir o'qib baqqinki, shu chaqda ilgari tetib baqmagan saodatni, his qilmagan huzur halovatni tetiysan va namoz o'qigandek bo'lasan. Müminlar haqiqatan murodiga yetdi. O müminlar namozida Allohdan ayminib turg'uchilardir. Mümin surasi 1-2 oyatlar. Rivoyat qilinishicha, Abbasiylar xalifasi Harun Rashidning yonida Bahlul Dana deb atiladigan farosatli bir kishi bor ekan. Ramazon kunlarining birida Harun Rashid uni masjidga namoz sham o'qilib kelgan jamoatni saroyga iftorga boshlab kelishga buyuribdi. Bahlul Dana masjidda namoz sham o'qilib bo'lgandan keyin eshikning sirtida turib masjiddan chiqqan jamoatning har biridan imomning namozda qaysi surlarni o'qiganligini so'rabdi. Intayin oz odam imomning qaysi surlarni o'qiganligini deb beralibdi. Shuning bilan Bahlul Dana ashu odamlarni Harun Rashidning sariga ilib keldi. Harun Rashid kelgan jamoatning oziga qarab hayron qilib Bahlulga: "Hey Bahlul, men seni namoz shamga kelgan jamoatni chaqirib kelgin demaganmidim?
Biz məscidning jamoatlar uchun cho'ng tayyorlik qilgan tursak, sen ozli odamni boshlab kelsangu, deb kayıptı. Bəhlul Dana Harun Rəşidqə cavab berib, to'g'ri deyla, sizlar meni namozga kelgan jamoatni boshlab kelishga buyurgan edilar. Ammo masjidga kelganlar ko'p bo'lsa-mu, namozga kelganlari faqatla mushu kishilar ekan, debdi.